İşten eriyip kelgan vaqtlarda murakkab ham tez tomoqlarni itish xo'sh yoqmay qoldi-ku do'stlar. Shu vaqtda maningdek 15 minutda yaqildigan achchiq chuchuk santam yaqib ichib yiqinglar ajoyib ardiqlarni chiqirdi. Buni tayyorlashga murakkab jarayon va bosqichlarga ketmaydi. Faqat cho'p silishga aplik bir jup qo'linglar bo'lsa, birdamda tayyor qilib Ammo buni qanday qilamizki, oxirigacha ko'rib birlikda tugnamdik. Oldi bilan ko'rsatilgandek ketalik materiallarni tayyorlab olgandan keyin keyingi bosqichda santam menimizning jini bo'lgan shirnisini tayyor qilamiz. Jansonimiz qarta qach tayyorlab, azroq samsaq, shovsoning beshi, uvoqlaza, kavavichlardan berib, buning ustiga qiziq may qo'yib dag'lab, mezlik burqin chiqarib tayyorlab olamiz. Ta'min tashlash uchun muvofiq tuz, azroq shakar, vijin, ochiq suvdan ko'parak, azroq shincho, pishiq kunjitlardan berib yaxshi aralashtirib shirinni tayyor qilib olamiz. Keyingi bosqichda tuxumni pishirib olamiz. Tekduz qozonga kichikkin may qo'yib, may qizigandan keyin tuxumni chiqib ko'rsatilgandek ikkili yuzini o'rib-cho'rib pishirib tayyorlab olamiz. Ishlatganim Nazifaning energiya tekduz qozoni. Qozonning gavdasi yengil chiqadi, issiq o'tkazishchanligimi tez. Ko'rviki boshqa tekduz qozonlardan o'r chiqadigan bo'lg'achqa odatda bir shikishlik qo'rimlarni bemalol qo'riya olasizlar. Orqadan suv qaynatib, cho'pni qozonga silib pishirib olamiz. Cho'p pishaydigan vaqtda yeşil rangli ko'ktatlarni silib buni pishirib olamiz. Undan keyin cho'pni pishirib olgan osh suyidan abay tayyor qilib olgan shirnining ustiga muvofiq usulib pishirib olgan cho'pni buning ustiga silib olamiz. Undan keyin tayyor qilib olgan materiallarimizni ko'rsatilgandek tartib bilan chiroyli tizib silib olgandan keyin oxirida azroq osh ko'ki, shoumijo, shousonglarni sepib bitiblam dasturxon qo'ysanglar tayyor bo'ldi. Mening go'shiga kelsak, men oldin tayyorlab olib, to'nglab saqlab qo'ygan go'shti do'stlar. Agar sizlarda bo'lmasa, go'sht samsanglarga o'xshash ichishlik bo'laverdi, ha. Ko'rganinglardek tayyorlash usuli bek oddiy, ochiq chuchuk, ajoyib issiq bosadi.